Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Toshkentda o'sha juda ham mashhur mataloshga kelganmiz. Mana Sobxon matal nima etganmiz mana. Matal debdimda buni. Voy. Mana. Shakasi bo'lyapti-mi? Voy. Shular ajoyib. Kelaveribdi, juda ham mashhurlab ketdi matalosh. O'zimizdan istab shunaqasidan zakaz qildik. Zakaz qilyapsizlar. Mana smartfon bo'ldi bilan birgalikda. Xo'sh, nima ishtahani chiqdi bor-ku. Ko'rinishda turib, yeb turibamiz bitta baho beramiz. Xo'p, buni manzilini akam tushuntiradi. Manzil qat? Manzil oldi Qorasaroydan Sebzorga qarab o'tirishligida, chap qo'lligida keladi. 200 metrdan keyin ko'rsangiz bo'ladi, hamda 100 dan urib berasiz. Keyin urishadi, chiroyli qilib qo'ldan keyin suzib beramiz hammaga. Yana sog' bo'lsin. Qaranglar, ko'p negativ bo'lib ketadi. Hozir bizga juda ham cho'tka qilib suzib berildi oshni. Kliyentga kelsa, narx-navosiga ichilsa, shunaqa qilib suzib bering, iltimos, ha? Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Kelib tinchlardigan Inomjon ukamizda. Oke, xo'bini isib qoldi. Yangi filialni murabbiyi ochilishligingda biz ham aytasiz. Inshaalloh aytamiz, uka. Oke, Quddusdagi mana Ibrohimxon komimiz ajoyib yangilik boshladilar. Shu shahardagi blogerlar, avtoblogerlar ajoyib sovg'alarni yetkazibdi. Bu yog'i oke issiq sezon keldi. Bitta yeb, oke o'zingiz yana fikringizni aytasiz. Ko'rib boradigan joy. Qani? Oke, buni hopsizlar. Oke, bularga o'zi ota meros deydi-ku, ota kasb. Ha, morojna assortimentga nechi? Boshqachasi buni. Yana sog' bo'lsin. Xursand bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. Nima deysiz? Kirishda yegana. Ha, o'zingiz reklama chiqardi. Abetam qildi bu yerda. Yana sog' bo'lsin. Xursand bo'ldim. Addoshi, ishlaringizga omad. Yana sog' bo'lsin. Salomat bo'ling, aka. Homiladorlar, bu videoni bemalol ko'ringlar. Pochchamab keladi. Bismillah. Videoni o'zingiz bilib egasiga jo'natib qo'yasiz. Bunaqasini hech kimda bo'lmaganda. Qo'shiq topa olmadim. Alhamdulillah. Ko'rani buzib, ichkariga qurdik. Kelaverasizlar. Ashida Xudo xolisa xizmatdamiz. Mana ochobat kaboblarni yerga o'sib qo'ydik. Hozir mana ko'rani buzib tashlaymiz. Mana oxlatlarni yo'qotamiz. Duo qilib turasizlar. Shu. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Duoda bo'lib turinglar. Mashinani juda ham qattiq qiynaldim, to'g'risi gap. Bir kunda 8 ta 10 ta tashkilot kuzatyapti, to'g'risi jonimga tegdi. Juda ham qiyinchilik bo'libdi menga. Iltimos keladigan klientlar, iltimos bugunga aybga buyurmaysizlar. Ming bor uzr. Ashira ozgina qiyinchilik bo'libdi bizga. Duo qilsana bo'ldi. Yaxshi insonlarga qo'shilib bo'lganmizda, shuning uchun. Abdulahad aka, Namangan Kosonpetadagi Aysha desertlarini bir yeb ta'miga baho berasizmi? Qatdan topaman bunaqa shirinliklarni. Voy. Dupur. Bismillah. Avvali va oxiri. Voy. Festash kerak. To'yguncha shirinlik yeyversamda. Keladi kamma-kam. Voy. Dede nima qilib suzayapsiz? Biz ham yeylo. Nima ukamani ham berib? Dede bu italyanskiy morojnada qaysi birimizga otdi-da? Yo'q, bizga morojna qolmadi-ku. Ha, dede onni otgan deyamiz. Bismillah. Voy. Namanganda bunaqasidan yo'q ekan. Svidla gori. Biz hammani hamkorlikka taklif qilamiz. Xaridorligini o'zimiz qo'yib beramiz. Nima bu?
Metalloma mahalla kiyib bo'ldi. Borini zo'r yeyishadigan. Morojna haqiqatda bo'lajak. Yeb ko'rsan, mazaq bo'lasiz. Italiyaga borganim eslator. Tortadi-yu. Oka Namanganda yo'q ekan haqiqatda ta'mi. Men bunaqa morojna yeb ko'rmaganman. O'zi ham Namanganda yo'q ekan, faqat okam bilan murojaat qilasizlar. Xohlagan darajada optimga ishlasizlar va xaridini tekinga olasizlar. Tekinga xaridini qo'yib berishadi. Tortadi-yu. Bu qizimga, bu o'g'limga. Alhamdulillah. Yoshlik bo'lsa, oxirigacha bo'lsin-da. Bismillah. Tabiiy quvvat. Alhamdulillah. Bugungi istoramizda 400 ming so'm pul tushdi, 200 mingga hadiyaga. Yoshlikdagi orzu to'yib banan yeyish. Bismillah. Bismillah. Avvali va oxiri. Dupur. Bu videoni maymun ko'rsa yig'lab olsa kerak. Bananni ko'p yeyish ziyon emasmiki? Alhamdulillah. Dammisan, dam. Bismillah. Tugamaydi ya bu. Abdulahat aka, Go'zal Best Marketdagi best chokolad assortimentlarni bitta yeb ko'ring aka. Panki ham sizga aka. Aka, bu meva assortimentimiz, ice-tealarimiz tiqilib qolsangiz. Bay. Men nihoyat o'zimga mos qoshiq topdim. Bismillah. Pankilar alohida tebeka. Dupur. Buncha shirinlikdagi meva assortimentimiz. Bismillah. Alhamdulillah. Namanganda yana bitta ochilish, Sol magazinning oldida turamiz mana. Ochilishdan o'tkazib oldik. Endi hamma birga edi. Qahramonboyevda yangi filiali. Hammani kutib qolamiz, kelaverasizlar. Yoshlik bo'lsa, oxirigacha bo'lsin-da. Bismillah.
Tabiiy quvvat. Alhamdulillah, homiladorlar bu videoni bemalol ko'raylik. Pochcham olib keladi. Bismillah. Videoni o'zingiz bilib egasiga jo'natib qo'yasiz. Bunaqasi hech kimda bo'lmaganda. Qo'shiq topa olmadim. Alhamdulillah.